Assalomu alaykum azizlar. 2025-yilda uyimizni mana shunaqa chiroyli remontlarni qilib qo'ygandan keyin eshikni qanday qilsam ekan deganlarga mana shunaqa eshiklar tavsiya qilamiz. Ustakalarimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanidan bo'ladi. Mana shunday hozir xonadonlarga chiroyli qilib eshiklar yasab keldi. Mana o'rnatib, xudo xolasa topshiryapmiz egalariga. Akalar, bu eshiklarimizni kvadratiga 1.300.000 so'mdan bo'lgan. Bu krashinli eshiklar atkoz daborlar bilan birgalikda kvadrati 1.300.000 so'mga tushgan. Shunda bitta eshigimiz necha pulga to'xtayapsiz aka? 4 millionga to'xtayotgan. Bunda oynaklari bu nimaga kirmaydi, kvadratga kirmaydi ekan. Oynaklari отдельный bo'lyapti shunda. Bu tomonlarimiz xuddi shunday, mana eshiklari, zamoklari bilan hamma yo'g'i ichida ochilib yopilishlar, mana ko'rasizlar. Eshiklar juda chiroyli chiqqan. Xudo xolasa mana bu tomonlarda ozgina ishlari bor hali. Betlarda ham ozgina ishlar bor mana. Hozir bu yerda общий nechta eshik kelyapti ustaga? 5 ta eshik bor bu yerda. Birinchi etajimizda 5 ta eshik kelgan. 2 qanotli eshiklar barisi. Razmeri necha bilmaysizmi? Eslab bormi? 1.20 ga 2.45 ekan eshiklarimiz razmeri. Mana hozir ichkari tomondan ham bitta kirib ko'rsatamiz. Mana. Oshmoqlari 3 tadan oshmoq qo'yilgan eshik. Katta og'ir eshik bo'lgani uchun eshiklar mana xudo xolasa bityapti. Inshaalloh. Agar bu remontlarni o'zimiz qilib beryapmiz. Xudo xolasa kimga mana shunaqa eshik, rom, mana shunaqa attachment, buni vensiyanka xizmatlari, qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa inshaalloh gruppamiz bilan birgalikda borib xonadonlarga xizmat qilamiz. Mana bu tomonlarimizda vensiyankalarimiz bitdi, mana ko'rasizlar. Chiroyli qilib bitirib berdik. Devor patologlarimiz polностью attachment bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, eshikmi, zinami, zinamiz ertaga xudo xolasa zinamiz ham tayyor bo'lyapti. Ertaga ustakalarimiz zinani ham qo'yishib beradi. Eshik yasak ustakalarimiz zinachi ham qilinadi, zinalarni o'zlari qo'shadi xudo xolasa. Ertaga tayyorlab bir yo'l olib kelishib o'rnatishadi inshaalloh. Ustakalarimizga bemalol murojaat qilaversa, nomerlarini pastga yozib qoldiramiz. Mana bu xonalarimiz ham bitgan. Bu eshiklarimiz ham mana bitgan, hammomga eshik qo'yilgan. Bular ham kvadrati 1.300.000 so'mdan bo'lgan ustagalar. Bu yog'imiz hammom bo'lgan. Sanuzellarimizni, kafellarni bosib berganmiz. Mana chiroyli polkalarni qilib ventilyatsiyalar ishlayapti. Ovoz juda past. Birovga xalaqit bermaydi. Atkozlarimiz 45 gradus bo'lgan. Aytib o'tamiz akalar, opalar, kimga shunday chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh xudo xolasa borib xizmat qilamiz. Dekorishdan jamoasi o'zlari hammamiz birgalikda xizmat qilamiz. Eshik, rom, zina, pol, laminat hammasini qilib beramiz inshaalloh. Mana. Shogirdcha nima gap? Qachon usta bo'lasiz? Qancha qoldi? Ozgina qoldimi? Bunaqa akalar, xudo xolasa chiroyli qilib xizmat qilamiz. Mana katta eshik ustalar shu usta bo'ladi mana. Eng katta ustalardan bittasi shu eshik mana. Qadrli qadrdonlar, xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha chiroyli xizmat qilamiz. Agarlar bizga obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Like, kommentariyani ayamanglar. Xudo xolasa ikkinchi etajimizda, 3-chi etajimizda videolarni ham chiqamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana bu tomonlarimiz, xonalarimiz, bitta aboy xonamiz bor, bitta ko'rsatib beramiz. Aboy ham juda chiroyli chiqqan. Hozir svetlarni yoqib Agar bu aboy nima deyapti, bir ko'ringlarchi. Bu yerga fotoboy bosilgan. Fotolarimizni lyustralar qo'yganmiz. Fotolarga mana Shuni aboylar yopishtirilgan. Devorlarimiz ham aboy bo'lgan. Bu aboyligi ham bilinmaydi. Yoqiniga kelib tursangiz bilinadi aboy.
Bu avullarimizni bitta rulonini 160 ming so'mdan olganmiz. Xato bo'yimiz bo'lsa, ikkita xonaga 3,5 million so'mga tushdi. Mana shu ikkita xona mana shunaqa joyga ikkinchi etajga ham bosganmiz. 3,5 million so'mga tushdi. Xato bo'yi juda chiroyli chiqdi. Xato bo'y. Mana eshiklarimizni bittadan ko'rasizlar. Eshik aboyda ochilaman turgan joyini ochib beryapti, ko'rsatib beryapti aboyda. Hamma yoq bitsa juda chiroyli bo'lib qoladi bitlar. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor eslatib o'tamiz, like, kommentariy aytmasdan, agar bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa ertaga ishlarimiz bitsa, xudo xolasa полностью bitta obzor qilamiz. Birinchi etaj, ikkinchi etaj, uchinchi etajlarda obzor ko'rsatamiz sizlarga inshaalloh. Narxlari bilan tanishtirib o'tamiz sizlarni. Eshiklarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Kvadrati 1 million 300 ming so'mdan, kvadrati 1 million 300 ming so'mdan, bitta eshigimiz 4 millionga tushyapti shunda. Oynaklardan tashqari ekan. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.